Azizlarim, narxlarni sirasi aytib o'ryapman. 45 ming dollarga Onadirda 4 xonasi bor. Koridori bor, 6 metrli yerto'lasi bor. Bu uyimizni 45 mingga zudlik bilan sotayotgan sababimiz, bu xonadonning egasi jinday xastalik bilan olib, juda ham pul zarur bo'lyapti azizlarim. Turkiyaga borish kerak ekan. Mana bunaqa ekson so'ramayman deyapti. Men deyapti, undan ko'ra borimiz sotib boraman deyapti. Demoqchiman, mana shu uyda kim olib qoladigan bo'lsa ham juda ham yaxshi savobga qoladi. Kelsanglar o'zi uyda egasi bilan bunday jinday suhbat qilsanglar, o'zi ko'zingizlardan yosh chiqib ketadi azizlarim. Xo'p, azizlar, zudlik bilan 45 ming dollarga sotiladi. 4 xona, koridor, yerto'la juda ham zo'r. Mana shu videoda o'zingizga kerak emas bo'lsa ham, albatta podelitsiya qilib, yurechani bosib qo'ying, qizartirib, mana shu onajonimizga Allohim o'zi shifo bersin. Mana shuni sotib eson-omon borib, chiroyli davolanib kelsin azizlarim. Silaydi barmog'im, ayindu bir kuni barmog'im, qoshimni silaydi barmog'im, xilovini kuydirib har oqim. Azizlarim, uyni ko'rdinglar, sotigimiz 2 sotik. Ko'ryapsizlar, 2 qavat ko'tarmoqchi edim deyapti. Qarasam bu yoqni yetkazolmayman ekan deyapti. Sesma poyezdlarda qilibdi azizlarim. Pishiq ishlarda mustahkam bo'lgan. Ikkinchi qavat albatta ko'tarib olish kerak. O'zingizlar bilasizlar, bunaqa 2 sotikka azizlarim 2 etaj uy solish kerak o'zi. Yerto'lasi ham 6 metr ekan. Hozir sveti yo'q, aybga sanamaysizlar. Biz tushib ko'rdik azizlarim. Qo'linglarni ko'tarsanglar ham tegmaydi ekan azizlar. Mahalla qalin. Onadir, pochta ham emas, hech qanaqa achi ham emas, kanalni tevasi bo'lyapti azizlar. 36 ni konechniga peshkom chiqarasizlar. Mana shu videoga befarq bo'lmanglar. Shiringina yosh oilalar kelib yashaydigan uyimiz, hamma shu uyda olib qo'ysanglar, ana shu boya aytgan gapimiz savob bo'ladi. Onajonimizga Alloh shifo bersin azizlar. Ko'ryapsizlar, bitta chiroyli qilib ovqatlasizlar, bo'ldi. Yashashga hozirgi kunda sharoiti bor. Gaz, suv, svetlardan umuman muammo yo'q azizlar. Tovuq boqadigan, qo'y boqadigan sharoitlari ham bor ekan azizlar. Bochkalari bor, bir emas, ikkita. Azizlar, albatta qiziqinglar, 45 ming dollar yana kami bor deyapti. Azizlarim, ko'ryapsizlar, bu 2 sotigimiz juda ham shinam, unaqa katta sotik sontiragan emas. Robotlarimiz bor azizlar. Kirganda chap tomonda mana ixchamgina hojatxona, hammaga kerakli 3 tonnalimi, 4 tonnali suv bochkasi bor ekan azizlar. Muzdekini turibdi. Mana tovuqlarimizga sharoitlar. Azizlar, men uyga e'tibor beringlar. Ko'ryapsizlar, yana ko'rsatkim kelaverdi. Azizlar, sesma poyezdlarni juda ham mustahkam qilgan ekanmiz. Bu uyda albatta tomini ochib turib, ikkinchi qavatini продолжение qilib ko'tarib olishinglar kerak. 45 ming dollarga yana kami bor deyapti. Uyni kelib ko'rsanglar, uyda egasi bilan o'zingizlar gaplashasizlar azizlar. Juda ham og'ir bemor ekan. Srochniy davolatishga undan pul so'ramayapti azizlar. Yana qaytaryapman. Shu uyda olib qo'yinglar azizlar. O'zimni bor narsamni sotib davolanaylik deyapti. Mashalloh, shunaqa insonlar ko'payaversin. Azizlar, adreslarni, telefon nomerlarini aytingizlarga. Qirg'iziston O'sh shahri, Onadir kanalni tevasi bo'lyapti azizlar. Если navigator bilan kelaman desanglar, bu xonadonimizga azizlarim Sholikova 126/1 deb yozasizlar azizlar. Sholikova 119 desanglar, mana qo'shnimiz uyini ko'rsataveradi. Navigatordan kelaman desanglar azizlar, oryentirlarimiz. Mana shu yerdan to'g'riga chiqib kelsangiz, milliy sohona maktablarga chiqamiz azizlar. Xo'p, masjidlar chap tomonda ham, o'ng tomonda ham mahalla keng azizlar, bolajonlar o'ynayapti. Mana 3 ko'chani ro'parasida bo'lyapti azizlar. Lokatsiya juda ham yaxshi. Qalin mahalla, qo'shnilari ham zo'r ekan. Telefon nomerlarini yozinglar. 45 ming dollar yana ozgina kami bor deyapti azizlar. Bunaqasi endi jicha qimmat ekan, uy ekan, bu ekan deb ham yozmanglar kommentariyada. Iltimos sizlardan, mana shu uyni olib qo'ygan odam zo'r savobga qoladi inshaalloh azizlarim. 0558 bilan 009991. Qaytaraman, 0558 bilan 009991.